qo'llarimga tegmadi, lablarimga yaqinlashmadi. Hatto oramizdagi masofa bir qadamdan kamaygani yo'q. Ammo u o'sha oqshom mening qalbimni shunday yechintirdiki, erim 10 yillik turmushimiz davomida buni biror marta uddalay olmagan edi. Haqiqiy xiyonat nima o'zi? Begona to'shakmi? Yoki nikohdagi eringiz yonida yotib, xayolingizda o'zga insonning iliq so'zlarini qo'msashmi? Bugun sizga aytib beradiganim shunchaki hikoya emas. Bu yolg'izlikdan muzlagan ayolning bir finjon choy ustida topgan olovli ammo taqiqlangan baxti haqida. Bugun uyimizda go'rkov sukunati hukm surardi. Lekin bu tinchlik emasdi. Bu portlashdan keyingi vayrona sukunat edi. Devorlar ham, deraza pardalari ham mening xo'rlanganimga guvoh bo'lib uyalib turganday tuyuldi. Kechagi oqshom o'sha mash'un janjal hali ham quloqim ostida jaranglaydi. Erim Akmal, uning ko'zlaridagi o'sha sovuq nafratni ko'rishdan og'irroq narsa bormi? Oddiy tuzni unutganim uchun dasturxonni ag'darib tashlagani. Sen ayol emassan, shunchaki uyimdagi tekinxonda baqirgani. Har bir so'zi yuragimga jar kabi sanchildi. Keyin esa eshikni shunday qattiq yopib chiqib ketdiki, uyimizning poydevori titrab ketdi. Mana, oqshom tushdi. U hali ham yo'q. Qayerda? Kim bilan? Balki o'sha telefonda yashirincha gaplashadigan hamkasbiri bilandir. Menga endi buning farqi yo'q edi. Ichimdagi nimadir o'ldi. Ayollik g'ururim, kuchishim, umidim ham hammasi chilparchin bo'ldi. Oshxonadaman. Choy damlayapman. Qo'llarim mexanik harakat qiladi, lekin miyam karaxt. Faqat bug'i chiqib turgan choynakka tikilib, o'z hayotimning bug' kabi havoga uchib ketayotganini o'ylar edim. To'satdan darvoza qo'ng'irog'i chalindi. Yuragim ko'krak qafasimdan chiqib ketayozdi. Bir lahza, faqat bir lahza umid qildim. Akmalmi? Qaytdimi? Uzr so'ragani keldimi? Sochlarimni to'g'irladim. Yuzimga majburiy tabassum niqobini kiydim. Axir biz ayollar shundaymiz-ku. Ichimiz qon yig'lasa ham erimizga kulib qarashga o'rgatilganmiz. Eshikni ochdim va nafasim bo'g'izimga tiqildi. Ostonada Akmal emasdi. Uning aksi, lekin butunlay boshqa olam. Qaynim Sardor turardi. Sardor, u akasiga o'xshardi, lekin ayni paytda umuman o'xshamasdi. Akmalning ko'zlari doim sovuq va hissiz bo'lsa, Sardorning ko'zlarida quyosh bor edi. Uning yuzidagi o'sha samimiy, bolalarcha beg'ubar tabassum qorong'u tushgan hovlimizni yoritib yuborganday bo'ldi. "Yengajon, assalomu alaykum", dedi u. Ovozi mayin, xuddi shisha siniqlariga bosishdan qo'rqqandek, ehtiyotkorona. Uyda ekanligini aytgandilar. Telefonlarini ko'tarmayaptilar. Men eshik tutgini mahkam siqdim. Tomog'imga achchiq narsa tiqildi. "Va alaykum assalom, Sardor", dedim. Ovozim titrab ketmasligiga urinib. U kishi ertalab chiqib ketgan edilar. Hali qaytmadilar. Sardor menga tikildi. Oddiy qarash emasdi bu. U xuddi mening terim ostidagi titroqni, ko'zlarimdagi yashirilgan yoshni, ruhimdagi jarohatni rentgen kabi ko'rib turardi. Akmal 10 yilda payqamagan narsani u 10 soniyada payqadi. "Yaxshimisiz, yenga?" Bir qadam oldinga tashladi. Oramizdagi masofa qisqardi. "Rangingiz dokadek oqarib ketibdi. Qo'llaringiz titrabdimi?" Bu savol, bu oddiygina "yaxshimisiz" degan so'z meni parchalab tashlashiga oz qoldi. Chunki yillar davomida bu uyda mendan hech kim hol-ahvol so'ramagan edi. "Yaxshiman",
deb yolg'on gapirdim. Lekin ko'zimdan bir tomchi yoshinilar yuzimga dumaladi. Sardor indamadi. Ortiqcha savol bermadi. Faqat ko'zlarida chuqur bir og'riq aks etdi. "Yuring, ichkariga kirmaymiz", dedi u. Sekin. "Hovlida o'tiraylik. Havo toza. Sizga biroz nafas kerak." Biz hovliga o'tdik. Tungi shavodida atirg'ullar hidi anqirdi. Men choy keltirdim. Piyolani unga uzatayotganimda barmoqlarimiz tasodifan bir-biriga tegib ketdi. To'q urganday bo'ldi. Uning qo'llari issiq, juda issiq edi. Mening muzlab qolgan jonimga olovdek ta'sir qildi. Men shosha-pisha qo'limni tortib oldim. Lekin o'sha harorat, o'sha lahzalik teginish butun vujudimda titroq uyg'otdi. Biz jim o'tirardik. Choynakdan chiqib turgan bug' oramizda parda bo'lib turardi. Lekin bu sukunat og'ir emasdi. Bu qandaydir sirli, xavfli va yoqimli sukunat edi. "Bilasizmi, yenge?" dedi Sardor, nigohini uzoq yulduzlarga tikib. Uning ovozi tun sukunatida baxmaldek yumshoq eshitildi. Odamlar ba'zan qo'ylaridagi gavharni shunchaki oddiy tosh deb o'ylashadi. Ular ko'r bo'lishadi. Men unga qaradim. Uning qirra burni, qalin kipriklari, biroz o'ychan nigohi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" so'radim, pishirlab. Sardor sekin menga o'girildi. Uning ko'zlari to'g'ri, mening ko'zlarimning tubiga kirdi. "Akamni", dedi u ochiqchasiga. "U juda qattiq, ko'r, ba'zan johil, lekin men sizni bilaman. To'y bo'lgan kunidan beri kuzataman. Sizdagi sabr, sizdagi noziklik, bunday matonat har kimda ham yo'q." Yuragim duk-duk urardi. Bu gaplar, bu shunchaki qaynichaning iltifoti emasdi. Bu erkak kishining e'tirofi edi. "Sizdek ayolning ko'zlarida yosh ko'rish men uchun o'lim bilan barobar", dedi u, ovozi biroz bo'g'ilib. Bu so'zlar xanjar kabi, ammo og'riqsiz yuragimga kirdi. Men boshimni egdim. Yuzim lovillab yonardi. Uyatsizlikmi? Balki. Lekin o'sha paytda men erimning ukasi bilan gaplashayotganimni unutdim. Men shunchaki o'zini himoyasiz his qilgan ayol edim va qarshimda meni himoya qilishga tayyor tog' turardi. "Rahmat, Sardor", dedim yig'lamaslikka urinib. Ba'zan shunchaki kimdir eshitishini xohlagan odam. "Men eshitaman", dedi u, stulini biroz yaqinroq surib. Endi u menga ancha yaqin edi. Uning ifora, arzon adikalon emas, balki toza havosi va nimadir o'ziga xos erkak hidi dimog'imga urildi. Men har doim eshitganman, yenge. Faqat aytishga haqqim yo'q deb o'ylar edim. Bu nima edi? Sevgi izhorimi? Yo'q, bu undan yuqori edi. Bu dardlashish edi. "Kecha Akmal bilan yana urushdik", dedim o'zimni tuta olmay. Dardim toshib ketdi. Men charchadim. Sardor, keraksizlikdan charchadim. Sardor chuqur xo'rsindi. U qo'lini stol ustiga qo'ydi. Mushtini tugdi. Go'yo akasining o'rniga o'zi jazolanishni istagandek. "Agar", dedi u, sekin, juda sekin. "Agar qaqdir boshqacha bo'lganida, agar meniki bo'lganingizda, sizni kaftimda ko'tarib yurgan bo'lar edim. Sizning bir dona kiprigingiz to'kilishiga yo'l qo'ymasdim." Dunyo to'xtab qoldi. Shamol ham eshishdan to'xtadi. Bu gap, bu taqiqlangan, harom, ammo dunyodagi eng shirin gap edi. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida shunday olov yonardiki, bu olovda kuyib ketishga rozi edim. Biz chegarada turardik. Birgina noto'g'ri harakat, birgina ortiqcha so'z va biz jar yoqasidan qulagan bo'lar edik. Gunohcha. Lekin u ham men ham o'sha chegarani buzmadik. Jismonan buzmadik. Ammo ruhlarimiz ular allaqachon bir-biriga chirmashib ketgan edi. Hech qanday quchoqlashuv bo'lmadi.
hech qanday bo'sa bo'lmadi. Lekin uning nigohlari lablarimda, bo'ynimda, sochlarimda shunday sayr qildiki, men o'zimni uning quchog'ida turganday his qildim. Uning so'zlari meni sapsayladi, erkaladi, kechkira boshladi. Osmon qop-qora baxmalga burkandi. Biz soatlar gaplashdik. Bolalik, orzular, armonga aylangan maqsadlar. Akmal bilan yillar davomida gaplashmagan mavzularimni Sardor bilan 1 soatda gaplashdim. U meni tinglardi.